Parij shahri an'anaviy yirik kurash turniriga dunyo kurash polvonlari va kurash malikalarini chorlaydi. 2025-yil 21-23 iyul Jahon madaniyati poytaxti Parij shahri yana bir yirik kurash turniriga mezbonlik qiladi. Xalqaro kurash assotsiatsiyasi, Yevropa kurash konfederatsiyasi, O'zbekiston Respublikasi Sport vazirligi, Fransiya kurash federatsiyasi, O'zbekiston kurash federatsiyasi, O'zbekiston Respublikasining Parij shahridagi elchixonasi tomonidan erkaklar va ayollar o'rtasida 4 ta vazn toifasida O'zbekiston prezidenti sovrini uchun an'anaviy nufuzli kurash turnirini o'tkazmoqda. Turnirning mukofot jamg'armasi 30 ming yevroni tashkil etadi. Ko'hna qit'aning yuragida joylashgan Parij shahri Centre Sportif Émile Antoine maydoni kurash polvonlari va muxlislarini taklif etadi. Kuch, epchillik, g'alaba. Kurash dunyoni birlashtiradi.